kulmaysizlar faqat. Hozir mana bu joyda qani Telegramni bosib olamiz. Bu joyda hozir shaxsiy Telegram. Batta internet kuladi deyapti. Bo'lmadi. Telegramga o'tsa bo'larmikin bu joyda? Ketyapti ekan, jonli efir ketyapti. Hop. Qaysiga tashlagan edik endi buni? Hop. Shaxsiy Telegram. Mana shu hikoyani hozir aytishni boshlaymiz. Qasoskor arvoh nomli hikoyamiz. Ustimdan kulmaysizlar, xo'p. Aytganimdek, juda ham qiyin, o'ziga yarasha mashaqqatlari bor audio hikoyani. Eng asosiy, eng qiyin nuqtasi bu o'qiyotganingizda adashib ketasiz, yuragingiz siqilib ketadi, aytolmaysiz. Yana aytasiz, yana adashib ketasiz. Layklar bosib tashlaylik, jonli efirdagi obunachilarimiz, hamma layk bossin, tomoshabinlarimiz. Iltimos qilib qolamiz. Xullas, hikoyani montajini boshlaymiz. Ketdi. Bosh kirish qismidan haligi bor-ku. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar va qadri qimmat aziz muxlislarimiz. deb boshlaydigan joyimizdan boshlaymiz har doimgidek. Ketdi. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar va qadri qimmat aziz muxlislarimiz. Mana va nihoyat qisqa muddatli tanaffusdan so'ng yana e'tiboringiz ostida Muhammad Sodiq. Bu galgi audio hikoyamizning nomi esa Qasoskor arvoh deb nomlanadi. Har doimgidek men Muhammad Sodiq sizlarni ogohlantirib o'taman. Hikoyani yuragi bo'shlar, homilador ayollar va umuman olganda qo'pol bo'lsa ham aytaman, qo'rqoq insonlar bizning audio hikoyalarimizni tinglamasin. Agarda siz hikoyadan so'ng o'zingizda qandaydir bir o'zgarishlar yoki sizga salbiy ta'sirlar ko'rsatsa, men buni javobgarligini o'z bo'ynimga olmayman. An'analarimizga sodiq qolgan holatda degan joyiga yetganda mana adashib ketdim. Esimdan chiqib qoldi nima deyishim. Atmenni bosamiz. Bitta eshitib ko'raman o'zim, lekin sizlarga eshitilmaydi. Bo'ldi. An'ana o'sha joyda yomon ko'p adashaman. An'analarimizga sodiq qolgan holatda eshiklarni qulflab oling, chiroqlarni o'chiring va o'rningizga mahkam joylashib oling deyiladi. Endi buni o'chirib tashlaymiz. Yana boshqatdan shuncha mehnat mana ko'ryapsizlar mana. Даже 49 1 minutga yaqin farishta 51 sekundli joy boshqatdan yana zapis. Yomon, mana shu joyini o'zida adashib ketyapman. Hikoyani o'rtalarida qo'yaverasizlar. Vobshe adashaman. Ish qilib 2-3 o'p ketmasa bo'ldi soatimiz. Montaj tayyor bo'lib YouTube'ga joylanishi bilan. Yana boshdan boshlaymiz. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar va qadri qimmat aziz muxlislarimiz. Mana va nihoyat qisqa muddatli tanaffusdan so'ng yana e'tiboringiz ostida
fikr bo'linib qoldi. Nima bu? Nima bo'lyapti? Menga hayajon bosyaptimi bilmayman.